Assalomu alaykum hammaga. Xullas yangi kunimizda santexnik ishlarini bitirganmiz. Hop bitta ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Xo'sh, oshxona zonamiz bu yerda. Mo'ykamizga avtomat kassov yuvadigan apparatimizga radiatorlarimiz luchovой sistemada qilingan. Ko'pli pollarimiz mana cho'tka qilingan ikkita xonamiz 35 kvadratdan iborat. Mana bu yerga ikkita radiator qo'yganmiz. 10 ta radiator, Aqua Comfort radiatorlardan qo'yganmiz. Hop. Kollektorimiz. Hop, bu kollektorimizga ham ko'pli pol, ham radiatorni luchovой sistemasini montaj qilganmiz. Alohida qilib mana. Alohida turbada ko'pli pol. Bunisi radiatorga. Bitta joydan boshqa sistemasini o'rnatganmiz. Vaziyat. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, xohlasa cho'tkalar qilib berishga harakat qilamiz. Bizlarga murojaat qiling. Sog' bo'linglar.